konstitutsiya bu bizga mana shu 2023-yil 1-mayda qayta ko'rib chiqilib, boshqatdan konstitutsiyaning barcha ko'p moddalariga o'zgartirishlar kiritildi. Ko'ngillarga ziyo sochgan oftobimsan, xalq qalbidan chiqqan o'tli xitobimsan, adolatni ko'zlaguvchi kitobimsan. O istiqlol sharofati bosh qomusimiz, baxtu iqbol kafolati or nomusimiz. Ko'ngillarga ziyo sochgan oftobimsan, xalq qalbidan chiqqan o'tli xitobimsan, adolatni ko'zlaguvchi kitobimsan. O istiqlol sharofati bosh qomusimiz, baxtu iqbol kafolati. Bugun biz tarixiy sana oldida turibmiz. Mamlakatimizda har bir mamlakatda o'zi shiorlari, ramzlari bo'ladi, to'g'rimi? Ramzlardan biri demak madhiya, yer bilan bir qatorda konstitutsiyamizning mamlakatimizning ramzlari hisoblanadi. Demak, mamlakatimizda konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan, to'g'rimi? Boshimizda quyosh yangliq porlay bergil, elni baxtu omadlarga chorlay bergil, bizni buyuk kelajakka boshlay bergil. O istiqlol sharofati bosh qomusimiz, baxtu iqbol kafolati or nomusimiz. Qomusimiz, nomusimiz, qomusimiz, nomusimiz. Istiqlolning sharofati bosh qomusimiz, baxtu iqbol kafolati